7-chi mavzuyimiz o'nli kasrlar, davriy o'nli kasrlar, haqiqiy sonlar ustida amallar. Avvalo esa o'nli kasrni o'zi nima? O'nli kasr deb mahraji o'nning darajalaridan iborat bo'lgan oddiy kasrga aytiladi. Ya'ni masalan a taqsim 10, a taqsim 10 ni kvadrati, 10 ni kubi va hokazo. Ya'ni mahraj o'nning darajalaridan iborat. Mana shunday ko'rinishdagi kasrlarga o'nli kasrlar deyiladi. O'nli kasrni oddiy kasrga o'tkazish qanday amalga oshiriladi? Juda ham oson. Masalan 0.1000 kasr chizig'ini chizib, suratga 375, mahrajga 1000 deb yozamiz. Ya'ni virguldan keyin nechta raqam bo'ladigan bo'lsa, mana bu birdan keyin ham shuncha nol bo'ladi mahrajida. Masalan 2.144. 244 taqsim 100 deyishimiz mumkin ekan. Yoki mana bunda kasr chiziq chiziladi. 12092 suratda, mahrajda esa 1000 bo'ladi. Virguldan keyin nechta raqam bo'lsa, birdan keyin shuncha nol qo'ydik. Keyingi savolimiz. Berilgan oddiy kasrlarni o'nli kasrga aylantiring. Ya'ni oddiy kasrni o'nli kasrga o'tkazish qanaqa? Masalan 2.25 dan 12 ni biz o'nli kasrga o'tkazishimiz kerak. Bu yerda biz 12 ni 25 ga bo'lamiz. 12 ni ichida 25 yo'q. Shu uchun ham mana bu yoqqa 0 virgul yozib olib, bu yoqqa 0 beramiz. 120 ni ichida 4 ta bor. Ayerdik 100 ni 20 qoldi. Yana 0 yozaman. 200 ni ichida 25 dan 8 ta. Ayerdik 200 ni 0. 0.48. Mana bu oldagi 2 bilan 2.100 dan 48 bo'ladi. Yoki 7.8 dan 7 ni aylantiraylik. 7 ni bo'lamiz 8 ga. 7 ni ichida 8. Burada 70 ni ichida 8 ta. Ayerdik 64. 60. 7 ta. 40 ni ichida 5 ta. Ayerdik 40 ni 0. Demak bu 7.1875 bo'lar ekan. Keyingi misollarimiz bu o'nli kasrlarni qo'shish, ayirishga doir. O'nli kasrlarni qo'shish va ayirishda ustma-tek qo'shish usuli, ayirish usuli bilan bajarib ketamiz. Ya'ni virgul tagidan virgul tushirgan holatda. Masalan, mana shu 29-savolni ko'radigan bo'lsak, 2.8 ga qo'shamiz 13.68. Mana virgul tagidan virgul tushyapti. Yana qo'shamiz 4.112. 8 ga 2 ni qo'shsak 10, 0 ni yozdik. 8 ga 6 14, 1 qo'shsak 15, 1 bilan 16. Virgul qo'yamiz. 2 ga 3 5, 5 ga 4 9, 1 bilan 10. Yana 1 qoldi bizda, 2 bo'ladi. Oxirdagi 0 ni yozishim shart emas. Javob 20.6 ga teng ekan. Ayirish ham xuddi shunday bajariladi. Masalan 8.7 dan ayirishimiz kerak 1.96. Yetmagan joyiga 0 beramiz. Demak 10 dan 6 ni ayirsak 4. Bu yerda 6 qoldi. 16 dan 9 ayirsak 7, virgul tushirdik. Bu yerda 7 qoldi. 7 dan 1 ayirsak 6. Javob 6.174 ekan. Ko'paytirishlar qanaqa? Ko'paytirishni qanday bajaramiz? Masalan 47. 47-savolni ko'raylik. 2.115 ni 1.124 ga ko'paytirish kerak. Biz virgullarga e'tibor bermaymiz va 215 ni 124 ga ko'paytiramiz. Demak, quyidagicha son hosil bo'ldi. Endi qaraymiz. Birinchi sonimizda virguldan keyin ikkita raqam, ikkinchi sonimizda esa virguldan keyin ikkita raqam. Demak, jami 4 ta bo'ladi. Mana bu sonimizni orqadan 4 ta sanab virgul qo'yamiz. 1 2 3 4 mana. Bu yerdan virgul qo'ysak, javob 2.1666 bo'ladi. Bo'lish amalini oddiy kasrga o'tkazib bo'lgan qulayroq. Masalan, mana bu holatda 156 taqsim 10 bo'lingan 8 taqsim 1. 156 taqsim 10 ni ko'paytiramiz 1 taqsim 8.
qisqarib ketsa, demak 4 ga qisqartirsak 2, bu yerda 39. Javob 39 taqsim 20. Mana shunday ko'rinishda qoldirsak ham bo'ladi yoki 39 ni 20 ga bo'lib 10 lik kasr ko'rinishga olib kelsak ham bo'ladi. Masalan, mana bu holatda 192 taqsim 10 ni bo'lamiz 8 taqsim 100 ga. 192 taqsim 10 ko'paytirdik teskarisiga. Qisqarsa 10 ta, qisqarsa 8 ga qisqaryapti bitta. Bu yerda 24 ta. 24 ni 10 ga ko'paytirsak javob 240 ga teng bo'lar ekan. Endi 10 lik kasrlarni 10 ga, 100 ga, 1000 ga ko'paytirish jarayonini ko'rib chiqadigan bo'lsak, bu juda oson. Masalan, mana 57 ni qaraydigan bo'lsak, bu yerda 1000 ga ko'paytirish. 1000 ga ko'paytirganda 1000 da 3 ta 0 bo'lganligi uchun buni virgulni 3 ta xona o'ng tomonga siljitishimiz kerak. 0 demak, bu yerda 3 ta xona o'ngga siljitsak, virgul 5 dan keyin tushib qoladi. 5.3. Yoki masalan 0.00 10 ga ko'paytirsak agar, natija quyidagi ko'rinishda oladi. Ya'ni bitta virgul o'ng tomonga siljiydi. 3.078. 100 ga ko'paytirsakchi? Xuddi shu sonni 100 ga ko'paytirsak, ikkita virgul siljisa o'ng tomonga quyidagi ko'rinishni oldi. Bo'lishda teskarisi, demak chap tarafga siljiydi virgul. Masalan, mana 63 qaraydigan bo'lsak, 10 ga bo'layapmiz, bitta xona chap tarafga siljisa javob 24.813 bo'ladi. Yoki masalan 65 ta 100 ga bo'layapmiz, ikkita xona chap tarafga siljish kerak bu yerda ham. Demak, chap tarafga siljitsak 0.473 holatga kelib qoladi. Endi mana bunday bo'lishlarda bo'lishda virgulni siljitish qoidasi bor. Masalan, maxraj butun songa kelish uchun, ya'ni 8 ga kelish uchun 4 ta virgul o'ng tomonga surishim kerak. Maxrajda 4 ta virgul o'ng tomonga surdimmi, demak suratda ham 4 ta xona virgulni 4 ta xona o'ng tomonga surishim kerak bo'ladi. 4 ta xona suradigan bo'lsam, uning surati 20 ga teng bo'lib qoladi, maxrajimiz esa 8 bo'lib qoladi. Ikkinchi kasrimizning maxrajidan 5 ta xona virgul siljitsak o'ng tarafga 6 ga teng bo'ladi. Bundan 5 ta xona siljitadigan bo'lsak 300 bo'ladi. Ya'ni ikkita xona yetmayapti, ikkita xonaga 0 qo'yamiz. Demak, bundan 3 ta xona siljitsak 1, bundan 3 ta xona siljitsak 1000 ga keladi. Mana shu hisoblash amalini bajarishimiz kerak bo'ladi. 20 taqsim 8 demak 4 ga qisqarsa 5 taqsim 2, 2,5 degani. 300 ni 6 ga bo'lsak 50 minus 1000. Demak, 50 dan 1000 ni ayirsak minus 950 qo'shamiz 2,5 minus 947,5 ga teng bo'lar ekan. Onli va oddiy kasrlar ishtirokidagi amallarni ko'rib chiqadigan bo'lsak, masalan 77. Demak, birinchi ish ko'paytirish, ikkinchi ish qo'shish, uchinchi ish bo'lish, to'rtinchi ish ko'paytirish va beshinchi ish qo'shish. Birinchi ish bajarsak 0.3 ko'paygan 0.3. 3 kira 3 9. Birinchi sonda virguldan keyin ikkita raqam bor, ikkinchisida bitta, jami 3 ta bo'ladi. 0.1000 ga keldi. Ikkinchi ish qo'shamiz. 1009 ga 0.891 qo'shdik. Demak, 9 ga 891 qo'shsak 900 bo'ladi. O'sha 0.9 degan. Uchinchi ish 0.9 ni, ya'ni 9 taqsim 10 ni bo'lishimiz kerak 2.4 dan 1 ga. 9 taqsim 4 bo'ladi. 9 taqsim 10 ko'paytirdik 4 taqsim 9. 9 da qisqaradi va 2 ga qisqarsa 2 taqsim 5. To'rtinchi ish bu yerdan bajaramiz.
3/8 ni ko'paytiramiz. 1/6, ya'ni 16/10 ga. Qisqarsa 2, 2 bilan 10 qisqarsa 5, 3/5. 5-chi ish, demak 2/5 ga qo'shamiz 3/5. Bu esa 5/5 1 ga keladi. Masalan, 81-savolni ko'rib chiqaylik. Bu savolda ham virgul siljitish yo'li bilan bajaramiz. Demak, birinchi 0.021 buni butun son ko'rinishga olib kelish uchun 3 ta virgul siljitamiz, natijada 21 bo'ladi. Maxrajdagi 2.1 ni ham 3 ta virgul siljitsak 2100 ga keladi. Demak, maxrajdagi 0.26 ni 26 ko'rinishga olib kelsak, yuqoridagi 130 ga keladi. Chunki 2 ta virgul siljityapmiz o'ng tarafga. Suratdagi son 32 bo'lsa, maxrajdagi son 480 ko'rinishga keladi. Shu holatda endi qisqartirsak bo'ladi. Demak, bularni qisqartirdik 100 ta. Demak, 26 ga qisqardi. Bu yerda bitta, bu yerda 5 ta bo'ladi. 16 ga qisqartirsak 2 ta 30 ta. Demak, 5 kere 2 suratda 10 bo'ldi. Maxraj bilan yana qisqarsa 3 ta qoladi. Javob 1/300 ga teng. Masalan, 86-savol. Endi bu yerda hech qanday virgul siljitish degan narsa yo'q. Bu yerda umumiy ko'paytuvchini qavsdan tashqariga chiqarish kerak. Suratda umumiy ko'paytuvchi 0.04, 0.13, 0.17. Maxrajdan 0.12 chiqsa 0.11, 19. 0.13 ga 0.17 ni qo'shsak 0.3. 0.11 ga 0.19 qo'shsak yana 0.3. 0.3 lar qisqaradi. Bilan bu ham qisqarsa maxraj 3 ta qoldi. Javob 1/3 ga teng bo'ladi. Berilgan davriy kasrlarni oddiy kasr ko'rinishda tasvirlang degan savol kelyapti. Ya'ni davriy kasrlarni oddiy kasrga o'tkazish. Davriy kasrlar o'zi ikki xil bo'ladi. Sof davriy kasrlar bor. Aralash davriy kasrlar. Sof davriy kasrda virguldan keyin davr boshlanib ketadi. Aralash davriy kasrda esa virgul bilan davr orasida ham son bo'ladi. Masalan, mana bu sof davriy kasr. Demak, oddiy kasrga qanday o'tkazamiz? Qavs ichida, ya'ni davrda nechta son bo'ladigan bo'lsa, maxrajga shuncha 9 yoziladi. Ikkita son turibdi, ikkita 9 yozildi va suratga 45. Masalan, 2 butun davrda 4 bo'lsa, bu 2 butun 9 dan 4 bo'ladi. 7 butun davrda 132 bo'lsa, 7 butun 999 dan 132 bo'ladi. Aralash davriy kasrda masalan, mana bular aralash davriy kasr. Qanday bajaramiz? Ya'ni qanday qilib oddiy kasrga o'tkazamiz? Virgul bilan qavs tashlab yuboramiz. Hosil bo'lgan sonni yozaman. Shundan qavsgacha bo'lgan sonni ayiramiz. Maxrajga qavs ichida nechta son bo'lsa, shuncha 9 yozaman. Qavs bilan virgul orasida nechta son bo'lsa, shuncha 0 yozaman. Buni hisoblab qo'yish kerak bo'ladi. Yoki masalan 99-savol. Qavs bilan virgul tashlaymiz 1509. Shundan qavsgacha bo'lgan son 15 ayiramiz. Qavs ichida nechta son bo'lsa, shuncha 9. Qavs bilan virgul orasida nechta son bo'lsa, shuncha 0. Keyingi savollarimiz oddiy kasrni davriy kasr ko'rinishiga keltirish kerak ekan. Masalan, 104 ni oladigan bo'lsak, 11 ni 15 ga bo'lishimiz kerak. 11 ni ichida yo'q, 110 ning ichida. Demak, 7 ta. Ayirdik 105 ni, 5 qoldi. 50 ning ichida. 3 ta ayirdik 45, yana 5, yana 50. 3 ketadi. Ya'ni 3 cheksiz ketyapti. Bu 0.7 davrda uchdi. Endi buni to'laligacha yozadigan bo'lsak, bu 2.7 davrda 3 ga keladi. Keyingi savolimiz sonlarni taqqoslang degan misol berilyapti. Masalan, 109-savolni yechaylik. Agarda bularni har birini oddiy kasrga o'tkazib turib taqqoslaymiz desak,
ishimiz ozgina qiyinlashib ketadi. Quyidagicha yozib olamiz. 1,23 cheksiz ketadi. B esa 1,323 yani. S esa 1,32 cheksiz ketadi. Endi taqqoslaymiz. Demak, butun qismlari bir xil. İkinci raqamlarni taqqoslasak 1 xil 3 bo'ldi. 1 xil 3 2 bo'lyapti. Demak, eng kichkina son bu yerda S bo'lyapti. Keyingisi buni taqqoslasak A da 2, B da 3 kelyapti. Demak, B kattaroq. A ga nisbatan. Mana shunday holatda taqqoslaymiz. Keyingi savol. Masalan, 116-savolni olib qaraydigan bo'lsak, aytilyaptiki, ushbu ifodaning qiymati natural son bo'lsa, A ning kasr qismini toping. Masalan, A minus 4 taqsim 25 ni ixtiyoriy natural son 1 ga tenglashtirsak, A ni topadigan bo'lsak, 1,25 dan 4 bo'ladi. Ya'ni bu yoqqa plyus bilan ketadi. Shuni kasr qismini topishimiz kerak. 4 taqsim 25 ga teng bo'ladi kasr qismi. Masalan, 120-savol. Ushbu ifodaning qiymatini toping. 90 minus 89,5, 89 minus 88,5 va hokazo 41 minus 40,5. Ushbu ifodaning qiymatini toping. Har bir ayirmaning qiymati 0,5 ga teng. Demak, nechta 0,5 bor? Shuni topishimiz kerak. Demak, 40,5 dan 41 yarim 42 va hokazo oxirgi 89 yarim va 90. Shu yerda nechta son borligini topishimiz kerak. Demak, bu yerda ko'rinib turibdi. Agarda 41 dan 90 gacha bo'lganda edi, 50 ta son bo'lardi. Lekin bu yerda 40,5 41 yarim va hokazo hammasi oralig'i 0,5 ga teng. Demak, bu yerda 50 ko'paygan 2. 100 ta son bor ekan. Va har ikkitasi 0,5 ga teng bo'ladigan bo'lsa, shunda 0,5 dan 50 ta bo'ladi bizda. 0,5 ni 50 ga ko'paytirsak 25 ga teng bo'ladi. Keyingi savol. Masalan, 122. 1 taqsim 7 o'nlik kasr ko'rinishda yozilganda virguldan keyingi 900-o'rinda turgan raqamni aniqlang. 1 ni bo'lishimiz kerak 7 ga demak. 10 ni ichida bitta, 10 ni ichida 4 ta, 2 ta, 10 ni ichida 8 ta, 5 ta, 7 ta, bitta, mana shunday davom etib ketaveradi. Endi 0 davrda 1,857. Keyingi misolda ham mana ko'rinib turibdi shu narsa. Endi shuni 900-o'rinda turgan raqamni aniqlangan. Davr uzunligini aniqlab olamiz dastlab. Davr uzunligi 6 ga teng ekan. 900 ni bo'lamiz 6 ga. Qoldiqni topamiz. Demak, bitta 5 ta 150. Qoldiq qolmadi. Demak, bo'layotgan sonimiz 6, 6-o'rindagi raqamni olamiz. 7 ekan. Demak, 900-o'rinda turgan raqam bu 7 ga teng.